Tap indikes. Bir qancha dani knopka vaqtda ularning tap knopkasini bosganda atlash tartibini ko'rsatdi. Masalan, komandadan yana birini oldim, yana birini oldim. Birinchisininki tap indeksi 0, oxirgisining 2. Ham qaysiniki 0 bo'lsa, qo'zg'algan vaqtida shuningda turdi yana. Shu tanlangan holatda turdi. Tap knopkasini bossak, shu tap indeks tartibi bo'yicha atlab turdi. Agar men mushning ichidagi 2 degan komandaningki tap indeksini 0 qilib tangshab qo'ysam, qo'zg'algan vaqtida cho'qim u komanda 2 ni tanlagan yoki asosiy qo'zg'algan holat qilib belgilagan holat bo'ladi. Ondan keyin komanda 1 ga, komanda 3 ga tartib bo'yicha atlab turdi. Tap indeks, yani tap knopkasi bilan atlash tartibini bekitadigan indeks tartibi. Tap stop. Endi men komanda 2ninki tap indeksini 0 qilib etdim. Buning tap stopi rosa oltida ekan. Men buni yolg'on qilib tangshab qo'yay. Tap stop foliz bo'ldi. Programni qo'zg'atgandan keyin endi tap indeks 0 bo'lgan komanda 2ni tanlamay, tap indeksi 1 bo'lgan komanda 1ni tanlayapti. Chunki mening tap stop qanday to'xtatib o'tilgan. Endi tap knopkasini bossam, komanda 2 ga atlamaydi bu. Faqat komanda 1 bilan komanda 3 ning orasida almashib turadi, komanda 2 ga atlamaydi. Tap stop deganimiz komanda yoki knopkalarni yoki boshqa kontrollarni tanlash jarayonida knopka taqtisidagi tap knopkasini biz tanlashga to'g'ri kelgan vaqtida shu xil iqtidorni amaldan qoldirman yoki ichitaman deganda tap stopni ishlatamiz. To'xtatsak tap stop foliz bo'ladi, ichvatsak tap stop rost bo'ladi. Rost qimmat versak bu tanlanadi. Yolg'on qimmat versak tanlash amaldan qoladi. Ko'p tur tanlash knopkasi o'zaro to'qinishmaydigan bir qancha turning ichidan bir vaqtda bir qanchisini bir xil tanlash uchun ishlatiladi. Masalan, siz yaxshi ko'radigan kasb desa, siz bir qancha turni bir xil yaxshi ko'rishingiz mumkin. Masalan, tantarbiya, suv uzish, kitob o'qish degandek. Bular o'zaro to'qinishmaydi. Sizning yaxshi ko'radigan narsalaringizning ko'p yo oz bo'lishi o'zaro to'qinish hosil qilmaydi. Mana shunday vaqtlarda, ya'ni o'zaro to'qinish hosil qilmaydigan bir qancha turning ichidan bir vaqtda birdan ko'p turni tanlash uchun ishlatiladi. Bu shu tanlash knopkasining to'g'rilanish holatini bekitadi. Bir olsa katekchi o'ng tarafda, xat so'l tarafda bo'ladi. Agar 0 olsa, katekchi so'l tarafda, xat o'ng tarafda bo'ladi. Bu ikki xil tanlash shakli bor. Shakli, ya'ni shakl. Shu ko'p tur tanlash knopkasining shaklini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Qimmat ikki xil 0 bo'lgan vaqtida ko'p tur tanlash knopkasi holatida ko'rindi. Agar 1 bo'lsa, knopka shaklida ko'rindi. Biroq bu hargiz knopka o'zgarib ketganligini ko'rsatmaydi. Faqat sirtqi ko'rinish knopka. Ammo iqtidor jihatdan bu knopkaga o'xshamaydi. Ya'ni mana bir bossangiz tanlash holatida turdi. Shuning bilan bir vaqtda birlik knopka emas, bir qancha knopka bo'lgan bo'lsa, sen bir qancha tur bo'lgan bo'lsa, o'zaro moslashib ishlaydi. Masalan, tanladim. Hech qaysi bir-birisiga to'qinishmaydi. O'zaro to'qinishmaydigan bir qancha turning ichidan bir qancha turini tanlash uchun ishlatiladi. Shunga o'xshashgan checkbox. Yana birini cheksangiz tanlash amaldan qoldi, birini cheksangiz tanlash amaldan qoldi. Valyusi, ya'ni qimmati tanlangan yoki tanlanmaganligini bildirish uchun ishlatiladi. 0 dan boshlab 2gacha jami 3 xil qimmat oladi. 0 bo'lgan vaqtida tanlanmagan holatda. Agar qimmatni 1 qilib belgilasam, u holda bu tanlangan holat bo'ladi. Agar qimmatni 2 qilib belgilasam, yarim tanlangan holat bo'ladi. Ya'ni sus tanlangan holat. Valyusi qimmati deganimiz mushaga biz programni qo'zg'atib, mouse bilan chekkan vaqtimizda navbatdagi qimmati 1 bo'lgan bo'ladi. Agar buni yana bir cheksam, qimmati 0 bo'lgan bo'ladi. Agar menga o'xshash yarim tanlangan holat bo'lgan bo'lsa, bu holda uning valyusi 2 bo'lgan bo'ladi. Mushkil parametrni hisoblash uchun ishlatiladi. Qimmat. Combo box to'nga tortilgan tizimlik. Odatda xat nusxasi, xat razmeri qatorliqlarni hisoblash uchun ko'p ishlatiladi. Asosiy iqtidori bir qator turlarni qo'shilib, shu turlarning ichidan xohlagan bir turlarni tanlangan turga asosan mashg'ulot olib berishni ko'rsatadi. Combo box to'nga tortilgan tizimlik. Masalan, buning oddiy bir misol olsak, bu shu VB ning ichida nurg'a yerda ishlatilgan. Masalan, oddiy bir misol olsak,
API funksiya ko'rgichini misolga olaylik. API funksiya ko'rgichini misolga olsak, mayada mana combo box ta'minlangan. Bu ko'p qo'llaniladigan kontrollarning birisi. Yumshoq detallar aylash jarayonida nihoyat ko'p ishlatamiz. Asosli roli tur qo'shish, tur tanlash. Mushu komboning ichiga uchur kirgizish, shaklini tanlash. Yani kirgizgichni tanlash. Bu asosligi mushu o'rindagi kirgizgich munosabatli bo'ladi. Men tuanda bir oddiy misol ishlab qo'yay. Qimmati 0 dan boshlab 10 gacha 11 xil bo'ladi. 0 dan boshlab 10 gacha 11 xil bo'ladi. Hozir bizning kirgizgichlarımizdan bir qancha xil kirgizgich bor ekan, mush kirgizgichlarning orasida, ya'ni bular mushu aqliy iqtidorliq ABC kirgizgich iqtidorida almishning qanday bo'lganligini ko'raylik. Mush o'ringa, ya'ni komboning ichiga uchur kirgizgan vaqtimda, shu komboninki ichidagi uchur qancha dona bo'lsa, shuncha shu xilga mos kelgan. Ya'ni bir bo'lsa birinchi kirgizish usulini, ikkinchi kirgizish usulini chiqarib beradigan bir misol ishlay. Combo birninki kirgizish shakli deganim tang, len, combo birninki teksti. Mana shu bir qor programma bilan men almashtirish shaklini ko'rib qo'yay. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atganning yoqi men birni kirgizdim. Birni kirgizsam, bu yerda ko'p miqdorliq ABC ninki o'lchamlik oldi chiqdi. Endi men 2 degan uzunlikni kirgizdim. Hozir xanzuch pinin tanlashi oldiga o'tdi. Endi 3 ni kirgizib boqay. O'zgarish yo'q-ku, 4 ni kirgizdim. Aqliy iqtidorliq ABC kirgizish usuli chiqdi. 5 mayadagi oy shakli butun to'liq holatga kirdi. 6 oy shakli qaytib kirdi. Biroq kirgizish usuli o'xshamaydi-ku, men xanzuch yiziqdagi o'lchamlik son kiryapti mayaga. 7 Endi ma'o pinin kirgizish oldiga. Mayadagi xanzuch jungwen degini inglizcha harf kirgizish oldiga kirdi. 8 mushu ingliz kirgizishninki yarim oy shakli kirdi. 9 o'zimiz xohlagan shaklni kirgizish shaklini tanlasak bo'ladi. Kirgizgan sonlarimiz o'xshamaydi, bir-birisining kirgizish usulining o'xshamasligi asosan. Demak, mushu kirgizish usulini belgilash uchun kirgizish amdisi degan xoslikni tayinlaymiz. Bu xoslikning roli shu. Combo boxning ichiga uchur kirgizgan vaqtida kirgizish shaklini tanlash. O'zi taniydigan shakl qaysi, ya'ni qaysi xil usulda kirgizish epasi eng qulayli bo'ldi deganni bekitib qo'ysak bo'ladi. Kirgizish usuli. Last xosligi. Combo boxning ichiga tur qo'shish uchun ishlatildi. Odatda biz bir qancha tur qo'shmoqchi bo'lsak, mush lastning ichiga qo'shamiz. Masalan, OKIG tuz tom deb yozgan bo'lsam, OKIG tuz tom degan tur mushning ichiga qo'shilgan bo'ladi. Bir vaqt faqat bir tur qo'shish bo'ladi. Ko'p tur qo'shamaymiz. Ko'p tur qo'shish uchun cho'qim biz mushundaq bir narsaga yezilib text boxga yozamdoq OKIG tuz OKIG asliya degandek mushundaq yezilib, uning yoqi buni ko'chirib elib, ondan keyin last turning ichiga komboning lasip degan turning ichiga mashaga chaplab bersak bo'ladi. Ya'ni men turni tanladim. Tanlab mashaga chaplab bersak bir vaqtda bir qancha turni qo'shish bo'ladi. Agar mush o'rinda lastdan qo'shmanda aytganmiz, har qatimda qo'shib enterni olsak, bu yepilib ketadi. Qayta aytishimiz kerak. OKIG tuz tom deb. Programni qo'zg'atgandan keyin mush qo'shgan turlarimiz shu komboning ichiga turulab qo'shiladi. Yangadan bir turulab, har birisi ayrim-ayrim turulab tartilma tizimlik oldiga qo'shiladi. Demak, lasip combo boxning ichiga qo'shiladigan turni ko'rsatadi. Sorted, ya'ni tartiblash. Bundaqcha qilib aytsak, sortlash, tartiblash. Ya'ni harfninki o'rniga asosan tartiblab berishni ko'rsatadi. Programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atib hozir qarasam, qo'shib qo'ygan 3 turninki qaysininki oldi keyinligini hozir ko'rib olaylik. Birinchisi OKIG tuz, ikkinchisi OKIG asliya, uchinchisi OKIG tuz tomkan. Endi combo boxninki hozirgi sorted degan
xoslig'iningki qimmatda yolg'on holatda turyapti. Men buni rost qilib qo'ysam, programmani qo'zg'atgandan keyin qarsam, endi UKIG asliya oldiga tuz 2-o'ringa, tuz tom 3-o'ringa kelibdi. Ya'ni sortlaydi, tartiblaydi. Eng avval qaysini ko'rsatishni, eng keyin qaysini ko'rsatishni ko'rsatadi. Masalan, bunday qilib aytsak, men bu o'ringa odam XMR IT Google UI ROM tez yo'l degandek bir qancha xil turni yozib qo'ydim. Bularninki hozirgi tartib jihatdan ilib aytsam, ma'qul tizilishi inglizcha harflarninki, ya'ni harf tizimisining tizilish tartibiga uyg'un emas. Men buni ko'chirib oldim. Ko'chirib ilib komboning listiga shu o'ringa chaplab berdim. Chaplab programni qo'zg'atdim. Qo'zg'atgandan keyin qarasam, odamdan keyin Google, Googledan keyin tez yo'ldan keyin UI ROM, uning yoqi XMR degan. X harfi inglizcha harflarning tartibida eng keyinda bo'lganligi uchun oqsi tizilgan. Yani tartiblab tizib turdi. Inglizcha harflarning tizilish tartibi bo'yicha tizib turdi. Agar yani sorted degan xoslikni yolg'on qilib qo'yib turib, mau listni men qayta bir qayta mayak urib bersam, XMR IT 2-o'rinda programni qo'zg'atsam, bu hargiz keyingi o'ringa yetkazmaydi. Ya'ni tartiblanmaydi. Sorted degan xoslik tartiblash, inglizcha harflarning tartibi bo'yicha tartiblashni ko'rsatadi. Combo boxning shakli endi. Navbatdagi combo boxning shakli. Bu 0 dan boshlab 2 gacha 3 xil qimmat oladi. Birinchi xil holatda combo boxningki hech qanday o'zgarish yo'q. Biz combo boxning birinchi xil holatida programni qo'zg'atib, men ma'ni tur tanlash holatida tanlay olaman. Yoki o'sha o'ringa yozib bersam bo'ldi. XMR IT deb yozib bersam, XMR IT ni tanlash holatida bu. XMR IT degan masalan qaysi tur bo'lsa shu turni oldin tanlab berdi. Masalan UI ROM degan bo'lsam, assam UI ROM tanlag'ili qoladi. Ya'ni tekst kirgizgili bo'ldi ma o'ringa. Kirgizib uchur yozg'ili bo'ldi, o'zimiz belgilab ola olamiz. Endi stylening qimmati bir bo'lgan vaqtida ostiga tortilgan tizimlik yo'q hozir. Yo'qolib ketdi, text boxga o'xshab qoldi-ku. Amaliyot undaq emas, ha. Mana sal pastga tortsam, undan keyin qilib bo'ladi buni. Ya'ni ostiga yana bir tanlash rayini hosil qilib turdi. Endi programni qo'zg'atsam, buningga o'xshashlar, masalan UI ROM deganni tanlayman deb mayag yezib kirgizib olg'ili bo'ladi. Faqat buningki mayag tuanga serilgan tizimligi ma'qul holatga o'zgarib ketdi. Endi qimmati 2 bo'lgan vaqtida, stylening qimmati 2 bo'lgan vaqtida birinchi xil holatiga o'xshaydi ekan. Ammo bu ko'rinishda birinchi xil holatiga o'xshaydi. Endi programni qo'zg'atib ko'rib boqaylik. Programni qo'zg'atsak mayag tekst kirgizgili bo'lmaydi. Biz tekst kirgizgili bo'lmaydi. Men buningdan XMR IT deganni tanladim. Endi agar buningga men banasini uqsam, masalan UI ROM deganni bor bo'lsa, UI ni bisparsam avtomatik tanlab berdi. Masalan tiz yo'lga tini bispadim, tiz yo'l tanlandi. Tanlandi. Biroq tekstni xohlagancha kirgizolmaymiz. Shu 3 xil shakli bor. Ya'ni shu combo boxningki tuanga tortilgan tizimlikningki 3 xil ko'rinish holati va ishlatishda o'xshashmagan o'rinda o'xshashmagan qimmat tanlash orqali o'xshashmagan shaklda ishlatamiz. Style shakl